Ota-onasiga ikki libos kiydiriladi. U ikkisiga dunyo teng kelolmaydi. Uni ota-onasi, "Bu bizlarga nima sababdan kiydirildi?" deb so'raydi. Ota-ona hayron, chunki bunchalik amal yo'q edi-da. Ularga farzandlaringiz Qur'onni o'rgangani sababli deyiladi. U xoh tez o'qisin, xoh shoshilmasdan qiroat qilsin, ko'tarilib boraveradi. O'qi deyiladi qoriga. Qur'onni boshlashligi bilan jannatdagi manzilatiga ko'tarilib boraveradi. Oxirgi o'qigan oyatni to'xtatganda shu joy uni manzilati bo'ladi. Ota-onamizga libos kiydirishning qo'limizdan keladimi, yigitlar? Qo'lingizdan keladimi? Haftasiga 5 soatlab kompyuterda o'tirgandek Qur'on yodlashlikka bir bel bog'lab o'tirishlik qo'limizdan keladimi? Shu ota-onalar sizlarni o'ldirmay, sindirmay, kuydirmay, cho'loq chinni qilmasdan shu yoshga olib keldi. Uylab joyladi. Qur'on o'qib, duo qilib orqasidan, Qur'on yodlab, ularga mana shunday libos kiydirish qo'limizdan keladimi, farzandlar?